Ey, ha? Yangilikni eshitdingmi? Qanaqa yangilik? Hozir ko'rsataman. 12% demaymiz. 24% ham demaymiz. Va mana sizlar xursand bo'linglar. Bugungi kunda 36% grasidim. Chopiq yoki qo'l mehnatisiz ham g'o'za, piyoz, kartoshka, sabzavot va poliz ekinlari orasida uchraydigan qamish, g'umay, ajriq, shamak va boshqa bir va ko'p yillik boshoqli begona o'tlarga qarshi kurashish barcha fermer va dehqonlarimizning muammosiga aylanib ulgurgan. Yuqorida nomlari aytib o'tilgan begona o'tlarga qarshi kurashishda bugungi kunda kompaniyamiz o'zining quyidagi gerbitsidlarini qo'llashni tavsiya etadi. Ushbu gerbitsidlarimiz to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, quyidagi raqamimizga qo'ng'iroq qiling. Murojaat uchun telefon 55 kodi bilan 526 00.